Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib navbatdagi zakaz bo'yicha tayyorlangan mana shu chiroyli xonadonga uzum toklarini va mana shu hovlining chetiga chiroyli qilib reshotkalarini o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, xonadoniga shunaqangi uzum tok reshotkalar o'rnatish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, videoni ko'rib yoqsa bittadan like bosib, ekrandagi nomerlarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Hurmatli yurtdoshlar, uzum tokimizni Andijon viloyati Shahrixon tumaniga zakaz bo'yicha tayyorlab olib kelib ustanovka qildik. Xudo xohlasa juda ham chiroyli holatda chiqdi uzum so'kchagimiz. Uzum so'kchagimiz eniga 6,5 metr, bu taraf uzunasiga 15 metr, narigi taraf 4,5 metrga 6 metr razmerda bo'lgan. 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi bu uzum so'kchagimiz aziz yurtdoshlar. Endi asosiy stoykalari 8 ga 8 lik profilda tayyorlaganmiz. 1,7 lik stenali profilda, xorilari 4 ga 4 profilda va asosiy yuk ko'taradigan qismi 3 kuchlik profildan foydalanib tayyorlaganmiz. Bu firmalarimizning oraliq masofalari 1,20 cm danga tashlab berilgan va tepasiga har 50 cm ga aziz yurtdoshlar ko'rishlaring mumkin. 3 ga 2 profil varid qilib, burchak gullarini ham shu sifatlisidan, chiroylisidan qo'yib ishlab berganmiz. Bu uzum so'kchagimiz aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metri 230 ming so'mdan tayyor bo'ldi. Mana shu tagidagi reshotkalari har bir metri 400 ming so'mdan tayyor bo'ldi. Общий summasi mana shu hovliga qilgan ishimiz dastavka ustanovkasi kraskalari ichida qalin temir mahsulotlaridan tayyorlanganligini hisobiga 30 million so'mga kelib o'rnadi. Bu summaning ichida xizmat haqi, kraskasi, olib kelib o'rnatish materiallari hamma yo'q ichida bo'ldi. Shunaqangi sifatli ishlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.